Hazırda kasalımızda Klatskin tumörü, yani öt yollarının şişi. Operatsiyaları en mürekkep operatsiyalardan ameliyat. Öt yollarını tumorlar şişle beraber almamız lazım ve öt yollarıyla içek arasında yeni biz anastomoz koyuluşkası planlayamız. Xuda xohlasa inşallah uğurlu olamız. Azerbaycandan kelgan Gulbonxon aka professor operatsiya qildilar bizani. Hammasi yaxshi o'tdi. Mana shu klinikani vrachlari ham hammasiga rahmat. Fazliddin aka, hammasi medsinlari, hammasi obod o'zim bilan. Sharoit hammasi yaxshi. Ovqati ham, qarashi ham hammasi yaxshi. Kamchilik yo'q. Xudoga shukr, yuryapmiz mana.